Biz hozir patsientkamizda ikkita operatsiyani o'tkazdik. Diagnostiический гистероскопия va diagnostiическая laparoskopiya. Bularda turmushlariga 5 yil bo'lgan, 5 yillik birlamchi bepushtlik, sindrom polikistozных яичников и rentgenda trubalarni yopiqligi aniqlangan. Shuni hisobiga ekoga возможность yo'qligi uchun biz gisteroskopiya va laparoskopiya qilishga qaror qildik. Bugun ko'rib turganingizdek, diagnostik gisteroskopiyada sindrom Ashermana birinchi darajada aniqlandi va правый трубный угolda zakupurka именно трубный угolda bo'lganligi uchun chaf trubamiz bizda absolyutно ochiq, ustiyasi доступно к осмотру, a o'ng trubный протокimiz yopiq. Bu yerdan естественно kontrast o'tmaydi. Shuning hisobiga truba yopiq deb berilgan. Gisteroskopiya davomida bu yerda yig'ilgan sinehilarni olib tashadi. Plus zakupurka bo'lgan joyini ham kichkina mikro qaychilar bilan men ochib qo'ydim. Xudoga shukr, hozir laparoskopiyada mana komandamiz bilan chiroyli qilib laparoskopiya operatsiyasini o'tkazdik. Diagnostik ko'rib turganingizdek, ikki tomonlama kontrast брюшной полостьga oqib chiqdi. Trubalar ochiq, xudo xolasa bularga stimulyatsiya keyingi oyga planiruется, tabiiy homiladorlikni kutib qolamiz.